أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. رمضان رمضان رمضان. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taoloning fazl marhamati bilan Shom diyorida ehson va yaxshiliklarimiz davom etib kelyapti. Ramazon oyi muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, sizlardan oldingilarga farz qilinganidek sizlarga ham roza farz qilindi. Shoyatki taqvodor bo'lsangiz. Mana bu oyda Alloh taolo begim terim oyi qilib qo'ydi musulmon uchun. Inshaalloh mana bu oyda qilingan ehsonlar bo'lsin, qandayki yaxshiliklar bo'lsin, bularga Alloh taolo 10 barobardan 700 barobargacha ko'paytirilib beriladigan oy qilib qo'ydi. Mana bu oyda mana alhamdulillah Ramazon oyi kelib keldi. Allohga hamdlar bo'lsin. Mana Ramazon oyida ishlarimizni boshladik. Inshaalloh miskinlarga, yetimlarga va faqir insonlarga yordam qilib, mana bunday Ramazon oyida taomlar ulashdik, oziq-ovqat paketlarini ulashdik va shunga o'xshagan yaxshiliklar davom etib keladi inshaalloh. رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. رمضان